Bola T1ga qatdan o'tardi. Yaxshi qiz. To'g'ri yurasiz, chap qo'lingizda T1 keladi-da. Qizlarni ko'rsa o'zgarib oladigan o'rtog'ing. Bola, shu desanglar, odamni puli ko'p bo'lsa ham qiyin ekan-ey. Bir kun Dubay, bir kun Tailand, bir kun Vyetnam. Pullarim ko'pligidan ozgina zerikibam qolmam shu bolalar. Zo'r, Kamol, zo'r. Faqat qiz ket bo'ldi-da o'sha. Yo'q-ey. Aytmaysanlar vaqtliroq. Bola, shu atrofda qatdan qatlanadigan joy bor. Kamol. Yaxshi qiz. Yandex.Go'ingiz bormi? Ha, bor. Shunchaki Yandex.Go'ga kirasiz. Undan keyin taomlar bo'limiga. Undan keyin qani-ketki bo'limiga o'tasiz. Shundoq qaraydigan bo'lsangiz, yangi joylar, nonushta, palov, chiroyli joylar, har xil yo'nalishdagi restoranlar bor. Bilaman, qizlarga chiroyli joylar yoqadi. Shunchaki chiroyli joylarga kirsangiz, Toshkentdagi eng chiroyli restoranlarni ko'rsatib qo'yganda, endi qayoqqa ovqatlanishga borishni o'ylab o'tirmaysizlar. Shunchaki Yandex.Go'ga kirsangiz bo'ldi, yaxshi qiz. Aka, 20 millik shakar berib yuboring. Oka, lekin 50 millik bo'lib ketdi. Bo'laveradimi? Aka, 50 mingmi? Mana 50 ming. Puldan muammo yo'q, aka. Xo'p, 50 ming berishga beribsan. Shakarini nima tashab kelding? Oyi. Sevgi fazosida uchganlar ko'pdir. Xayolda